IQ, Intelligence Quotient. IQsi baland insonlar har xil vaziyatda qanday yechim topishlarini ko'rib chiqamiz. İnsanlarning vaziyatga qanday yondashishlariga qarab IQ darajasini bilib olsa bo'ladi. Bosim ostida o'zlarini qo'yarga joy topolmaslik holatlari kuzatilishi mumkin. Nima bu ish qilinmadi degan savol berilganda, boshqa ishlarim bor edi, buni qila olmay qoldim. Qaror qabul qilishdan qochish yoki mas'uliyatni boshqalarga yuklash bu vaziyatga yechim emas. O'ziga notanish bo'lgan vaziyatga tushish bu hammani boshida bor. Bilasizmi nima qilishimiz kerak? Aqlli insonlar har doim ham to'g'ri fikrlay oladigan insonlar emas, shoshilib noto'g'ri qaror qabul qilishdan ustunroq turadi. Ikkinchisi, IQsi past bo'lgan insonlarning yo'li. Tanlov o'zingizni. IQ. Hozirgi jamiyatda bu so'zni eshitmagan odam bo'lmasa kerak. Ba'zi insonlar IQ testidan foydalangan, boshqalar esa ja bo'lmaganda IQ testini internetda ko'rgan. Assalomu alaykum. Bugun Prospect Theory'ga ko'ra IQsi baland insonlar har xil vaziyatda qanday yechim topishlarini ko'rib chiqamiz. Eslatib o'tamiz, bu IQ test emas, balki bosim ostida miyamizni qanday ishlash haqida. IQ, Intelligence Quotient. Qanchalik tez va to'g'ri fikrlay olasan degan savolga berilgan ball. Insonlarning vaziyatga qanday yondashishlariga qarab IQ darajasini bilib olsa bo'ladi. IQ bu faqatgina matematik misollarni yechish emas, balki noaniq holatlarda miyangizni qanday ishlashi. Ba'zi insonlar noaniq holatga tushib qolganda yechim topa olmaslik yoki bosim ostida o'zlarini qo'yarga joy topa olmaslik holatlari kuzatilishi mumkin. Boshqa insonlar ayni paytda sovuqqonlik bilan harakat qilishadi. Bugun ayni ba'zi misollar bilan shu mavzuni ko'rib chiqamiz. Prospect Theory. Ikkita vaziyatda IQsi baland bo'lgan insonlar odatda qanday yechimlarga kelishi yoki to'g'ri qarorni qanday topish haqida ko'rsatilgan nazariya. Bu nazariya yordamida biz boshqa vaziyatlarga nisbatan qanday qilib fikrlashimiz yoki to'g'ri yo'lni topa olishimizni ko'rib chiqishimiz mumkin. Hayotimizda bo'lishi mumkin bo'lgan vaziyatlardan birinchisi bu siz ishda o'tiribsiz, menejeringiz siz oldingizga keldi va sizga noaniq bo'lgan bir topshiriqni topshirdi. Masalan, mana bu sistemani bugun ko'rib chiq va klientga kunni oxirigacha yuborib qo'y deb aytdi. Bu holatda bu nazariyaga ko'ra insonlar 3 turga bo'linadi. Birinchisi chalkashib qolish. Qayerdan boshlashni bilmaslik yoki qanday boshlashni bilmaslik. Odatda insonlar bunaqa vaziyatga tushganda xuddi ular uchun start juda ham qiyindek tuyuladi. Ikkinchi toifa insonlar esa bu vaziyatda, ya'ni chalkashib qolish emas, balki bu vaziyatni orqaga surishni afzal ko'rishadi. Natijada kunning oxirida boshqa ishlarni bahona qilishadi. To'g'risi bunaqa holat juda ham ko'p bo'ladi ish jarayonida. Nima bu ish qilinmadi degan savol berilganda, boshqa ishlarim bor edi, buni qila olmay qoldim deyshadi. Bu teoriyaga ko'ra, ayni bu ikki turdagi inson odatda vaziyatga nisbatan to'g'ri yechim bera olmaydi. Ya'ni vaziyatga nisbatan berilgan IQ ballari past chiqishi mumkin. Eng to'g'risi, sizga berilgan topshiriq yoki savolni unga javob berishdan oldin kichik qismlarga bo'lish. Sizga noaniq bo'lgan yuqorida keltirilgan misol holatiga tushib qoldingiz. Bu vaziyat sizga noaniq. Qanday qilib boshlash yoki nima qilib boshlash haqidagi fikrlarni kichik qismlarga bo'lish. Bunaqa vaziyatlarga duch kelgan odamlarni juda ham ko'p guvohi bo'lganman. O'zim ham qaysidir holatda bunaqa vaziyatga tushgan bo'lishim mumkin. Lekin qaror qabul qilishdan qochish yoki mas'uliyatni boshqalarga yuklash bu vaziyatga yechim emas, balki uni yana ham murakkablashtirishi va vaziyatni yechilmagan ahvolga olib kelishi mumkin. Kichik qismlarga bo'lish odatda ishni yana ham yengillashtiradi. Ya'ni qayerdan boshlash, qanday boshlash, buni nima ekanligini bilish. Chunki IQ bu faqatgina bilim doirasi bilan chegaralanmagan, balki IQ bu emotsiyalarni boshqarishdir. Vaziyatga nisbatan bilimdon inson ham xato qilishi mumkin, lekin tajribali yoki tajribani nazariy ilmga ega bo'lgan inson to'g'riroq qaror qabul qilishi mumkin. Bu yerda IQ nafaqat bilimga, balki emotsiyaga ham bog'liqligi ochiq-oydin bo'lib turadi. Yangi ishga kirgan yoki ishda doimiy ishlab yurib o'ziga notanish bo'lgan vaziyatga tushish bu hammani boshida bor. Hammaga duch kelishi mumkin bo'lgan holat. Bu vaziyatda endi qanaqa ishlayman, endi nima qilaman degan savolni berish yoki o'zini boshqara olish va emotsiyalarni kontrol qilib vaziyatni har xil qismlarga bo'lish yuqoridagi aytgan teoriyaga ko'ra IQsi baland bo'lgan insonlarniki. Bu nazariya ikkita holatni yoritganiga asosiy sabab
Bu ikkita holatdan kelib chiqib, boshqa holatlarda ham IQsi baland insonlar qanday qilib vaziyatga to'g'ri yechim berishlari haqida ma'lumot bermoqchi bo'lgan. Ya'ni yuqoridagi keltirilgan birinchi misoldan xulosa, siz o'zingizga notanish bo'lgan vaziyatga duch kelganingizda, siz qilishingiz kerak bo'lgan narsa faqatgina uni qismlarga bo'lish va miyada emotsiyani kontroli va qanday qilib vaziyatdan chiqib ketishga bo'lgan xohish muhim. Ikkinchi misol birinchisidan ham qiziqarliroq. Ishda yoki hayotda shunaqa vaziyatlar bo'ladiki, vaqt kam, bosim yuqori, siz esa qaror qabul qilishingiz kerak. Shunaqa vaziyatga tushganmisiz? Shaxsan men juda ham ko'p tushaman. Bu teoriya bu holatga juda ham ajoyib yechim bergan. Bu holatga tushgan insonlar odatda shoshilib, vaziyatni to'liq tahlil qilmasdan qaror qabul qilishadi. Yoki boshqa insonlar bo'lsa, umuman qotib qolib, vaziyat murakkabligidan qaror qabul qila olmay qolishadi. Eng qizig'i bu teoriya bu ikki holatni ham noto'g'ri deydi. Bilasizmi nima qilishimiz kerak? Sovuqqon bo'lish kerak, aqlli bo'lish kerak, vaziyatni atroflicha o'rganish kerak deyishimni kutayotgan bo'lsangiz, ha, aynan shunaqa demoqchiman. Sababi vaziyatga nisbatan yondashuv bu IQ baland bo'lgan insonlarda biroz boshqacharoq bo'ladi. Ya'ni xalq tilida aytganda, aqlli insonlar har doim ham to'g'ri fikrlay oladigan insonlar emas, balki bosim ostida fikrlashni davom ettira oladigan insonlar. Chunki fikrlash oqibatida insonga to'g'ri qaror qabul qilish yoki vaziyatdan to'g'riroq chiqib ketish imkoniyati beriladi. Noto'g'ri qaror qabul qilib, shoshilib boshqa qarorni bergandan ko'ra, ozgina kutib, to'g'ri yoki to'g'riroq qaror qabul qilish bu mantiqqa ham to'g'ri keladi. IQ bu miyamizdagi ma'lumot emas, balki muammo kelganda miyamizni qanday ishlashi. Yana ham oddiyroq qilib aytganda, bu ikki xil berilgan bizga vaziyat bu nazariyaga ko'ra insonlarni IQsini balandlashtirish va vaziyatga qanday yechim berishni o'rgatadi. Birinchi vaziyatga ko'ra sizga notanish bo'lgan holat, siz bu holatni qismlarga bo'ldingiz va start tugmachasini bosmoqchisiz. Ikkinchi vaziyatga ko'ra esa tez qaror qabul qilish, vaqt va imkoniyat jihatdan bosim bo'lgan paytda sizdan talab qilinadigan narsa vaziyatni atroflicha o'rganish va shoshilmasdan to'g'ri qaror qabul qilish. Chunki bu har doim shoshilib noto'g'ri qaror qabul qilishdan ustunroq turadi. Inson sifatida yangi narsalarni o'rganishga har doim moyilmiz. Yangi vaziyat turganda bu meniki emas deyish o'rniga hozir bilmayman, lekin o'rganaman deyish to'g'riroq va pozitiv qaror bo'ladi. Bu misollarni balki eshitgandirsiz yoki ko'rgandirsiz. Endi sizni oldingizda siz o'zingiz bilmagan vaziyatga tushsangiz, ikkita yo'l turadi. Birinchisi, IQsi balandroq bo'lgan insonlarning yo'li. Ikkinchisi, IQsi past bo'lgan insonlarning yo'li. Tanlov o'zingizni. Shunaqa foydali kontent uchun ham kanalga obuna bo'ling. Boshqa qiziqarli mavzular ustida ko'rishguncha